Voy. Voy tavba. Hey. Ha bo'ling. Kirlaringizni yig'ishtiring. Yig'ishtiryapman oyijon. Ne soat bo'ldi? Namsiz chalpayapsiz. Aytdim-u oyijon, boshim og'riyapti deb sekin qilyapman hammasini. Har doim og'riydi sizni boshingiz. Xo'pmi? Mendan ketguncha egasiga yetguncha degandek, onangiz ham kasalligingizni aytmagan. Bo'ling, qimillang tezroq. Xo'p oyijon. Odamlarda kelinlari cho'zma lag'monni cho'zib o'tiribdi qaynonasiga. Kirlarini yuvib. Men sizga lag'mon cho'zing deyotganim yo'q-ku. Voy tavba qildim men. Odam ham shunaqa latta bo'ladimi, ha? Namisi sekin imillaysiz, ha? Imillab qilasiz hamma ishda. Boshqalarning kelinini qarang. Ha? Pirillab yurib ish qiladi, xo'pmi? Falakat. Bitishni ham eplay olmaysiz, ha? Voy, menga qarang. Nega yig'layapsiz? Ha? Men sizni urdimmi? So'kdimmi? Kasal bo'lsangiz boring, yo'qoling, keting uyingizga. Boring, onangiz qarasin. Oyijon, men sizni shuncha yil xizmatingizni qildim. Nahotki zarracha qadrim bo'lmasa sizga? Men sizni qadrsiz qilib, men kaltayladimmi? Yo tagimga bosib urib qo'ydimmi sizni? Ha? Qadrsizlanasiz. Bo'ling tezroq. Yo'q, oyijon, siz ham meni tushuningda. Agar mazam bo'lmasa, darrov oyizkiga boring, davolanib keling deysiz. Nima, oyimni boshqa qiladigan ishlari yo'qmi mendan? Yaxshi. Bormang endi uyingizga. Azobni chekib yotavering. Menga nima? Oshib toshayotgan pulim yo'q siz uchun, xo'pmi? Oyijon, o'g'lingiz ham men ham ishlaymiz. Hamma pulimizni sizga beramiz. Yana nima xohlaysiz bizdan? Berganingizni minnat qilyapsizmi? Ha? Minnat qilmayapman. Minnat qilmaganingizmi bu? Ishlatayotgan bo'lsam bergan pulingizni uyga ishlatyapman. O'zimga ishlatayotganim yo'q. Oyijon, qachon biz ham odamga o'xshab yashaymiz? Qachon o'zimizni pulimizni o'zimizga ishlatamiz?